O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirining 2026-yil 27-martdagi 111-sonli buyrug'iga muvofiq Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlari o'rtasida eng namunali maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori ko'rik tanlovi o'tkazilmoqda. Mazkur tanlovning navbatdagi bosqichi Buxoro viloyati G'ijduvon tumanidagi 45-sonli Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'lib o'tdi. Unda hududdagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlari ishtirok etib, o'zlarining boshqaruv faoliyati, innovatsion yondashuvlari hamda ta'lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etish borasidagi tajribalarini namoyish etdilar. Ta'kidlash joizki, tanlovdan ko'zlangan asosiy maqsad maktabgacha ta'lim tizimida samarali boshqaruvni rivojlantirish, ilg'or tajribalarni aniqlash hamda ularni keng ommalashtirishdan iborat. Shuningdek, zamonaviy va innovatsion boshqaruv usullarini amaliyotga joriy etish ham muhim yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan. Tanlov jarayonlari maxsus tuzilgan ishchi guruh tomonidan baholanib borildi. Ishtirokchilar turli shartlar asosida sinovdan o'tkazilib, o'z bilim va ko'nikmalarini namoyish etishdi. Tadbir yakunida eng yuqori natijalarni qayd etgan direktorlar aniqlanib, munosib ravishda taqdirlanishdi. G'oliblarga diplom va esdalik sovg'alari topshirildi. Bugun bizning 45-son maktabgacha ta'lim tashkilotimizda yilning eng namunali direktori ko'rik tanlovi bo'lib o'tmoqda. Ushbu tanlovning maqsad va vazifalari maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining boshqaruv samaradorligini oshirish, ta'lim-tarbiya jarayonlarini takomillashtirish hamda innovatsion boshqaruv yondashuvini keng joriy etish va rag'batlantirishdan iboratdir. Asosiy vazifalari esa maktabgacha ta'lim tashkilotlarida samarali boshqaruv yondashuvini rivojlantirishdan iboratdir. Bugun tumandagi 45-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida yilning eng yaxshi direktori ko'rik tanlovi tashkillashtirilmoqda. Bu ko'rik tanlovni tashkil etishdan maqsad zamonaviy rahbarlarning faoliyatidagi samaradorlikni oshirish hisoblanadi. Tanlovda tumanning turli hududlaridan bir nafardan direktorlar ishtirok etmoqda. Tanlov juda ham chiroyli, ochiq, shaffof tarzda tashkillashtirilgan. Hozir tanlovimizning ikkinchi bosqichi o'z nihoyasiga yetish arafasida. Mazkur tanlov maktabgacha ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan rahbarlarning salohiyatini yuzaga chiqarishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.